Aytib o'tganimizdek, Qibray tumanida san'atimiz darg'alari tug'ilib, yashab, ijod etib qalblarimizda qolganda. Qo'shiqsiz yashamoq yarashmas zinhor, qo'shiqdan boshlanur hayotning boshi deydi-da. O'zbekiston xalq hofizi, bastakor, shoir Faxriddin Umarov mana shu tumanda yashab, ijod qilib, xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan san'atimiz darg'alaridan biri. Bugun mana shu insonni birgalikda yodga olamiz. Mana shu 81 yoshda bu foniy dunyoni tark etganlar, lekin o'zlaridan chiroyli bir asarlar qoldirgan. 18 ga kirmagan kim bor? Sochini savdosi tushdi boshima, boshdan yana Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallaridan aytilgan ashulalari, qo'shiqlari bizning qalbimizda jo bo'lgan. Bejizga bu gaplarni aytayotganim yo'q, sababi bugun ana shu san'atkorimizni jiyanlari Hoji Murod ota Umarov bugun mana shu nuroniylar ko'rsatuv dasturini mehmonlari mamnuniyat bilan davramizga taklif etsin.
Gördüm yüzünü kalmadı bir ziyarete attım. Tüm keçelerde yükünü birden paravatım. Zakruldu şeker ağzımda gitti haravatım. Bilmez kişi işkiden çekenle dağlattım. Hayrinde derdüden bilen hasrette dağlaman. Hayrinde derdüden bilen hasrette dağlaman. Sen pariler kaylını şu hizime almasın. Men senin aşkın bilen alem fasavlasın. Köngül kuşinin boyası köngül taravlasın.